Yurak tozalovchi dorilar haqiqatan mavjudmi? Yurakni tozalovchi dorilar bular prosta afsona. Shunchaki afsona. Unaqa dori yo'q. Yurakni tozalovchi amallar bor. Amallar bor. Bu har kuni 10 ming qadam yurish. Bu shunchaki ertak emas. Bu ham tekshirilgan natijada 10 ming qadam bitta inson uchun yetarli degan xulosaga kelingan. Har kuni yetarli miqdorda suv ichish. Chunki qonimizni o'zimiz tozalayveramiz suv bilan, buyrak bilan. Biz har kuni ovqat yeymiz, har xil ovqatlar yeymiz, har xil narsalar og'zimizga solamiz, tashqarida har xil infeksiyalar bilan kontaktda bo'lamiz. Bu vaqtda qonda zaharlar to'planib qoladi, bakteriyalar, viruslar, suv bilan esa bularni tez-tez yuvib turishiga sababchi bo'lamiz. Undan keyin esa yog'li ovqatlar, buni 100 marta, million marta qaytaraman. Chunki yog'li ovqatlar, ayniqsa kechqurun yeyilgan yog'li ovqatlar, xohlaysizmi, yo'qmi, odamning fiziologiyasi hammada bir xil. Kechqurun yeyilgan yog'li ovqatlar yurakni sekin urishi natijasida qon tomirida o'tiradida sizda aterosklerotik blyashkalar, tromblar olib keladi. Natijada tez o'lasiz. Shuning uchun dori yo'q, amallar bor. Mana shu amallarni qilsangiz uzoq umr ko'rasiz.